mashinasini cho'ktirmoqchi bo'lgan yoki mashinasini cho'ktirgan akalar uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mashina cho'ktirish asosan prujina orqali amalga oshiriladi, yoki qizdirib cho'kiladi, yoki kesib tashaladi, yoki zavodga cho'ktirilgan prujina qo'yiladi. Mashinani cho'ktirgandan keyin sizda qanaqa muammolar paydo bo'ladi? Bu haqida hozir ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu zavodga 30 santimetrlik prujina uzunligi 30 santimetr oladigan bo'lsak, siz cho'ktirgandan keyin 20 santimetrga tushadi. Bundan keyin bo'ladigan muammolar sizda shtok mana shu amortisatoringiz 30 santimetrlik prujinaga moslangan. Siz уже 20 santimetr qilganingizdan keyin siz amortisatorda yo perdelka qilishingiz kerak yoki shu o'sha prujinaga moslangan amortisator olishingiz kerak bo'ladi. Siz уже 30 santimetrlik prujina olib tashlab 20 santimetr qo'yadigan bo'lsangiz, sizda bo'ladigan muammolar birinchisi отбойник uradi, xodi yetishmaydi. L bu ikkita masofa oralig'i. P это bosim, amortisator давление bo'ladi. N bu kuchlanish, tepadan kuchlanish bosiladi. Endi qarang, mana bu отбойник mana shu yozib ham qo'ydim, отбойник. Mana shu xodi ichkari kirgandan keyin amortisator xodi примерно mana shularda ishlaydi. Отбойникka daqqillab uradi. Agar отбойник уже ko'p ushlab yura olmagandan keyin отбойник yoriladimi? Yorilgandan keyin mana shu shtok nijniy klapanga uriladi. Urgandan keyin buni ichini pachaq yuboradi, sinadi. Уже повреждение paydo bo'ladi amortisatorda. Уже moy oqizib olish paydo bo'ladi, taqqillashi, uzun ushlamasligi, mana shunaqa muammolar paydo bo'ladi. Chunki bu shtok uzun 30 santimetrga mo'ljallangan, sizda уже 20 santimetr mo'ljallangan prujina qo'yganingizdan keyin biz buni to'g'ri yechimini topib beramiz sizga. Bu 20 santimetrlik prujina qo'ygandan keyin biz buni perdelka qilib shtoklarni kaltartirib, qisqartirib va mana shu ichidagi P bosimni kuchaytirib beramiz. Ikkita tomondan bo'ladigan kuchlanishni. Chunki oxirigacha kelib urmasligi uchun cho'ktirilgan mashina har doim ham yumshoq bo'lmaydi. Chunki siz uni xodini olib tashladingiz. Siz uni nijniy posадка qilib, уже cho'ktirib qo'ydingiz. Krasota требует жертва deydi-yu, yoki siz buni cho'ktirib chiroyli yurish uchun bitta komfortingizdan ozgina voz kechasiz. Amat Pro jamoasining vazifasi mijoz bilan maslahatlashgan holda MLP ni sootnoshinasini aniq tanlab berish. Va shunga o'xshagan va shunaqa foydali maslahatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Amat Proga podpisat tugmasini bosib qo'ying. Hozir Spark avtomobiliga cho'ktirilgan prujinaga amortisator moslab yig'ib beryapmiz. Ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu Spark avtomobilni amortisator, orqa amortisatorning shtogi mana. Men nima haqida gapirdim mana. Cho'ktirganda shtok portion cho'kishi mana. Portion, nijniy klapan va portiondan kuchaytiriladi. Chunki xodi kalta bo'lgandan keyin shunga yarasha sal kuchaytirilgan holatda yig'iladi portionlar. Va moylarini quyib bitta valsopga qo'yib yopib boramiz, xudo xolisa bo'ldi. Salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom eting.